Pingvinlar haqida qiziqarli faktlar. Bilarmidingiz? Pingvinlar ucholmaydi, ammo ular suv ostida haqiqiy chempion hisoblanadi. Ba'zi pingvinlar suv ostida soatiga 36 km tezlikda suza oladi. Pingvinlarning qalin patlari va yog' qatlami ularni hatto 60 sovuqda ham issiq saqlaydi. Erkak imperator pingvini tuxumni taxminan 2 oy davomida oyoqlari ustida ushlab, sovuqdan himoya qiladi. Bu vaqt ichida u deyarli ovqat yemaydi. Pingvinlarning aksariyati janubiy yarim sharda yashaydi. Ular faqat Antarktidada emas, balki Janubiy Afrika, Argentina va Yangi Zelandiya kabi hududlarda ham uchraydi. Pingvinlar bir-birini ovozi orqali taniydi. Minglab pingvinlar orasida ham ota-ona o'z bolasini osongina topa oladi. Sizga shunday qiziqarli faktlar yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda yana hayratlanarli ma'lumotlar bilan uchrashamiz.